Haydovchi aka-ukalarimiz uchun noxush xabar bo'lar ekanda yana. Akalar, bugun 4-martdan boshlab 1,442,000 so'm sotilgan oddiy davlat raqam belgisining narxi bugundan boshlab 1,854,000 so'mga ko'tarildi. Bu xabardan keyin tabiiyki savol-javob bo'ladi sizlarda. Endi gaydagi xarajatimiz qanchaga aylanadi degan. Bu savollaringga ham qo'limdan kelgancha javob berib ketaman. Qaranglar akalar. Salondan yoki notariusdan oldi-sotdi shartnoma yoki hisob ma'lumot olib kelasiz gayiga. Shunda benzinli mashinaga qancha xarajat ketadi birma-bir aytib ketaman va kalkulyatsiyada hisobini ham chiqarib beramiz. Birinchi ochiriqda ariza uchun 41,200 so'm to'lov amalga oshirasiz. Ikkinchi ochiriqda texpasport uchun 288,400 so'm. Uchinchi ochiriqda esa oshgan narxda davlat raqami uchun 1,854,000 so'm to'lov amalga oshirasizda va qayta ro'yxatga qo'yish uchun 2,818,080 so'mi ham bor buni. Jami shunda xarajat hisob-kitob qilib ko'rsangiz 5,1,680 so'm chiqadi. Endi 1,680 ni chiqarib tashlagan taqdiringizda ham esingizda qolishligi uchun rovna 5 million so'mga xarajatingiz aylanyapti. Bu benzinli mashinaniki. Endi gibrid elektrikni aytib o'taman. Bularda ham hamma to'lovlari deyarli bir xil. Faqatgina farq qilgan tarafini aytib o'tamanki, benzinli mashinaga qayta ro'yxatda katta farq beradi. 2,818,000 so'm to'lov amalga oshirasiz, lekin elektrda juda ham arzon 618,000 so'm. Shunda elektr gibrid uchun jami xarajatingiz 2,800,1,600 so'm bo'ladi. Shu joyda aytib o'tishim kerakki, har safar biz shu kabi video qo'yadigan bo'lsak, kommentariyalarda ichida negativi ko'payib ketadi. Akalar, aytib o'tishim kerakki, bu narxlarda oshishiga, tushishiga bizni hech qachon hech qanday daxlimiz yoki aloqamiz bo'lmagan. Lekin kommentariyada fikrlaring bizga ham qiziq, qolgan obunachilarimizga ham qiziq. Bu narx-navo oshishligi meni ham dilimni xira qilyapti. Qanchalar to'g'ri, noto'g'riligini o'z fikringizni qoldiring va obunachilarimizga ham qiziq bo'ladi. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, yaqinlarga jo'natib qo'ying. Adim Avtobus jamoasi har doim sizlar uchun xizmatda.